Assalomu alaykum, hurmatli YouTube. Salomatmisizlar? Mohir Ramazon oylarida qiynalmasdan ro'zalarda tutyapsizlar. Bugun sizlarga ko'pchilik uchun qiziq bo'lgan, ko'pchilik so'ragan benzinli klassik turdagi mototsikllarimiz to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Videoni boshlashdan oldin like bosib qo'ysanglar, hurmatli kuzatuvchilarimiz, biz xursand bo'lamiz hamda tepadagi qo'ng'iroqchani ham qo'ysanglar juda ham xursand bo'lamiz. Sababi yangi mahsulotlarimiz yetib kelganda sizlarga birinchi ko'rinadi. Xudo xolasa videoni boshladik. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, o'tgan oylar mobaynida Bodo kompaniyasi benzinli motorollerlar, benzinli mototsikllar ustida ko'proq ishladi. Ya'ni xalqimizga yana ham arzonroq bo'lsin, yaxshiroq bo'lsin, yaxshi variantlarni ham bir ko'rib chiqish maqsadida ilk bora eksperiment sifatida benzinli mototsikllarni BU'larini ham, ya'ni Xitoydan yaxshi holatda saqlangan, yaxshi holatda yurilgan, lekin original kompaniyalarni benzinli mototsikllarni olib kelishga qaror qildi. Xudo xolasa ko'rinishlari, tashqi dizaynlari uncha yomon emas, yurish kilometrlari ham juda ham ko'p emas. Atigina 100-150 kilometrdan 2000-3000 kilometrgacha yurganlar bor. Ichida holatlarga qarab kelib, ko'rib, xarid qilsanglar ham bo'laveradi. Demak, masalan, sizlarga birma-bir xarakteristikalar to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Demak, mana shu modeldan boshlaymiz. Ko'pchilik bu modelda ko'rishlari mumkin. Klassik turda qilingan, ko'rinishlari ham juda ham seryozni. Oldi faralari yagona bittalik bo'ladi. Motor quvvatlarimiz 125 kubalik. Klassik usulda qilingan, lekin original. Sostoyaniyasi juda ham a'lo darajada. Agar yaqinroq kelib ko'rsatadigan bo'lsak, kilometrlarni ham ko'rsatib o'taylik. Mana ko'rishlar mumkin. Ikkita tarafda tablolar turadigan bo'lsa, yurish kilometrlari endi batda yangilashibdi-yu, uncha ko'p yurmagan. Eng asosiysi jiddiy tormozlarda diskalari ham juda ham sifati a'lo darajada, tormozlari hamma yoqlari a'lo darajada ishlaydi. Biz ushbu mototsikllarimizni olib kelganimizda holatlarni yana bir ko'rib chiqdik. Qatida kamchiliklari bor, qatida to'g'irlashimiz kerak. Mana hozir tepaga ko'rsatib beradi. Hop. Ana. Biroz tizilgan, qirilgan joylar bo'lishi mumkin, lekin sifati a'lo darajada. Ya'ni mahsulotning o'zi eng asosiy yuragi motori butun holatda. Motor karburatorli, lekin shunga qaramasdan maksimal tezliklari 160 gacha chiqadi. Eng asosiysi narxida, ma'lumotimiz o'rnida aytib o'taman, narxi hozirgi paytda $1100 sotuvga chiqdi. Yangilari o'zi undan qimmat, $1700 boshlanadi bularda original, ya'ni narxlari biz deyarli teng baravar narxida biroz kamroq yurilgan bo'lsa ham bu ularni olib keldikki, ya'ni xalqimizga ham arzonroq bo'lsin, lekin sifati yaxshi bo'lsin. Yurilgan bo'lgan taqdirda ham shularni olib keldik. Sifat darajasiga lekin gap yo'q. Har bitta detallari tekshirib olingan, ko'rib chiqilgan, motorlari test jarayonlaridan o'tgan, ya'ni kam yursa ham motorlari pishib qolmaganmi, qanaqangi holatda bo'lgan. Original Suzuki kompaniyasining bu mototsikllar. Modellarni mana shu yerga yozilgan. Mana o'zlari ko'rib olsa bo'ladi, GN150 deb yozib qo'yishibdi. Umuman olganda sifat a'lo darajada. 100 metrga atigina 3-4 litr yonilg'i sarflaydi. Lekin juda ham seryozni apparat, maza qilib joyiga qo'yadi. Qolganlarini ko'rsatib o'tamiz. Juda ham seryozni apparat, diskalari ham hamma yog'i hisob-kitobi ko'rib chiqilgan. Eng muhimi bularni o'zi ham hozir tushirib berdim. Opa. Xo'p, keyingi modelimiz mana ko'rishlar mumkin, CG125 modeli. Honda'niki bu ham. Ko'rinishi juda ham chiroyli. Esinglarda bo'lsa, hurmatli kuzatuvchilar, ko'proq Bollywood kinolarida ham mana shu modeldan foydalanilgan, ya'ni salbiy rollarda o'ynagan qahramonlarda eng asosiy yuradigan mototsikllaridan biri bo'lgan desam adashmagan bo'laman, lekin bekorga ular yurmagan ekan ham. Sabab meni o'zim ham bunda ko'rdim kelganidan keyin qanaqangi holatda, motori qanaqa darajada ishlaydi. Umuman olganda Honda, Suzuki kompaniyalarining eng asosiy yutug'i shu paytgacha men ko'rib chiqqan holat, ya'ni bularda sport bayklarni ham, klassik bayklarni ko'rganimda amin bo'ldimki, eng asosiy yuragi
bular maqtana oladigan, haqiqatdan ham motori juda ham sifati a'lo darajada bo'lar ekan. Maksimal tezliklari 120 km/soatga chiqadi. Juda ham tezkor. Dastavka toshsa ham bo'ladi. Hatto mana shu klassikadagi mototsiklarimizga biz shot spravka qilib beramiz. Bemalol nomer olib yurishsa bo'laveradi, lekin umuman olganda 100 km ga 3-4 litr yonilg'i sarflashi juda ham a'lo darajada. Tezkor, tormozlari hamma yoq joyida ishlaydi. Kelib, ko'rib, xarid qilishsa bo'laveradi. Bu vaqtlar juda ham a'lo darajada chiqqan. Diskalari yoqdi menga, ko'rishlar mumkin. Maxsus spisa diskaga o'xshagan, juda ham chiroyli. Oldi amortizatsiyalar, orqa amortizatsiyalari ham eng yaxshi holatda ishlar ekan. O'tirishga ham juda ham qulay, klassik holatda bo'lganligi uchun qiynalib, oyoqni ko'tarib o'tirish shart emas. Bitta o'tirasiz, ketasiz, baza qilib yurasiz. Juda ham chiroyli qilib ishlangan. Keyingi modellarni bir-bir ko'rsatib o'taman. Eng asosiysi narxini aytmayman. Bularning narxi $1000 qilib beryapmiz. Ya'ni $1100, $1000. Mana bu modelimiz ham, buni ham ko'rsatib o'tamiz. Maksimal tezlari 140. Sifatligi a'lo darajada mana. Qaranglar ishlashini, oldi bilkalar juda ham amortizatsiyasi sistemasi chotki ishlaydi. Jiddiy tormozda. Bu ham 100 km ga 3-4 litr yonilg'i sarflaydi. Lekin sifati juda ham a'lo darajada. Bak sig'imlari ham kattagina qilib ishlangan. Agar yaqinroq kelib ko'rsatsak, mana buni ham yurish kilometrlarni ko'rsatib o'taylik. Mana yurish kilometrlarini yaqinroq ko'rsatsangiz bo'ladi. 2350 km ga yaqin yurgan umumiy hisobda. Lekin yomon emas, stasionar holati juda ham a'lo darajada. Bularning ham motor quvvatlari 125 kubalik. Yurish holatlari, ya'ni 100 km ga aytib o'tgandek 3-4 litr yonilg'i sarflaydi. Kelib, ko'rib olsanglar, xarid qilsanglar xursand bo'lamiz, lekin original Honda kompaniyasining mahsulotlari hisoblanadi. Sifati ham shunga yarasha. Dastavka uchun ham bunga ham sumka o'rnatsanglar bo'ladi, orqa tarafiga. Orqa maxsus mana shunaqa ro'yxatlar bor. O'rnatib, dastavka toshsa bo'laveradi. Tog'li hududlar deymizmi, tog'li joylar deymizmi, xotirjam indamasdan chiqib ketadigan mana shu model hisoblanadi. Eng muhimi, zamon sinovidan o'tgan, yosh kattalarimiz ham juda yaxshi bilishadi. Honda, Suzuki kompaniyalarining mahsulotlari ham a'lo darajada. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu modelimizning narxi $1100 tashkil qiladi. Umuman olganda, mahsulotlar ko'p. Hozir bu yerga ma'lum bir assortimentlarni olib chiqdik. Xudo xolasa bu haqida yana bir to'liqroq video qilamiz. Hozir eng asosiysi yana bitta tog' hududlariga moslashgan yana bitta modelimiz, klassik deb ko'rishlar mumkin. Oldi sanchib oladi. Juda ham joyida ushlaydi. Amortizatsiyalari juda ham baquvvat. Buni ham yurish kilometrlari ko'p emas. Atagina 1200 km yurgan. Lekin motorlari hamma yoqlar test sinovlardan o'tgan. Bu ham 125 kubalik. 100 km ga bu ham 3-4 litr yonilg'i sarflaydi, lekin sifati a'lo darajada. Naporni disklari, tormoz sistemalari, balonlari hammasi shu Xitoydan kelgan, originalligicha turgan holatda turibdi. Barchasini biz olib kelganimizdan keyin bir qator holatlarni ko'rib chiqib, sotuv uchun tayyorlandi. Ya'ni ko'rib chiqib, kamchiliklar bo'lsa to'g'rilandi. Umuman olganda hozir agar sotib olib kelib sotib oladigan bo'lsalaring, hech qanaqa kamchilik bo'lmaydi. Prosta olasizlar, haydaysizlar nomer topib. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi hozirgi paytda $1100 tashkil qiladi. Kelsa xursand bo'lamiz. Hozir men joyiga qo'ydim, yana bir ikkita gaplarimiz bor. Eng asosiysi, ushbu mahsulotlarimizni olib kelishimizdan maqsad aytib o'tganimdek, xalqimizga arzonroq bo'lsa-da, sifatli mahsulotlarni taqdim qilish. Bizilli fikirlarimizni ko'ryapmiz. Turli tumanlari Xitoydan kelyapti. Juda ham tanlov ko'p. Qaysi birini tanlashni ham odam bilmay ham qolyapti. Qanaqa ekan, tashqi ko'rinishi, dizayni zo'r bo'lgani bilan eng asosiysi har bitta mahsulotda yaxshi yurishi, motori yaxshi bo'lishi eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Biz shuning uchun ham
original kompaniyalarda mahsulotlarni olib kelishga qaror qildik. Ya'ni BU bo'lsa ham, ya'ni biroz yurilgan bo'lsa ham, lekin narxini arzon qilgan holatda sotuvga chiqardik. Kamchiliklar yo'q, xatoliklar yo'q, kelib korpuslari deymizmi, rama qismlari deymizmi, kelib ko'rsanglar bo'ladi. Narxda ham shundan kelib chiqqan holatda, optimal holatda qo'ydikki, ya'ni qimmat bo'lib ketib qolmasin. Xalqimizga arzonroq bo'lsin degan maqsadda qildik. Telefon raqamlarimizni pastda yozib qoldiramiz. Eng asosiy hozirgi paytdagi manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Marvarid supermarketi yonida Turkiston 4G ko'chasida joylashgan savdo majmuamizda turibmiz. Xudo xolasa bu yerda ham ochilish marosimini qilamiz. Telefon raqamlarimiz 90 366 88 80. Pastda ham yozib qoldiraman. Bemalol telefon qilsanglar bo'laveradi. Bundan tashqari yana ko'rsatadigan modellarimiz bor. Xudo xolasa ularni ham birma-bir sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Kelinglar, ko'ringlar, eng yaxshilarini Bodo kompaniyasidan tanlasanglar bo'ladi. Barchalaringizni savdo majmualarimizda kutib qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.